In the opinion of the House, the People's Republic of China has engaged in actions consistent with the United Nations General Assembly Resolution 260, commonly known as the Genocide Convention, including detention camps and measures intended to prevent births as it pertains to the Uyghurs and other Turkic Muslims. And B. 22 fevral Kanada Pärlamenty Avam Palatasida Xitayning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilish to'g'risidagi qaror loyihasiga ovoz berildi. On behalf of the government of Canada, I vote in favor of this motion. I vote in favor of the motion. I vote in favor of the motion. I declare the motion as amended carried. Natijada Xitayning Uyg'urlarga yurgizgan bu jinoyati nolga qarshi 266 ovoz bilan irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilindi. Shuning bilan Kanada parlamenti Xitayning bu jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb rasmiy tونۇغان bo'ldi. Kanada parlamenti Avam palatasining Xitayning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risidagi qaror loyihasi 18 fevral Kanada parlamentida butun kun munozara qilingan bo'lib, Avam palatasiga konservativlardan bo'lgan Garnet Gionios qatorliqlar Xitayning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitishda ching turgan va ko'plagan parlament a'zolarini qoyil qilgan. Bu qaror loyihasida Kanadaning Xitayning Uyg'urlar qarshi o'tkazgan jinoyatini Amerikaga o'xshash irqiy qirg'inchilik deb bekitishni talab qiladi. O'xshash kunda parlament a'zosi Alkis Dusepi o'tirib qo'ygan. Agar irqiy qirg'inchilik davomlashsa, Xalqaro Olimpik komitetini 2022-yillik Olimpik tanharkat musobaqasini Xitoydan o'tkazishga chaqirish to'sish kirgizish taklifimi Kanada parlamentida ovozga qo'yilgandan keyin 229 ga qarshi 29 ovozga erishib qarorlashtirildi.